O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi professor-o'qituvchi va talabalarining Samarqand viloyatidagi diqqatga sazovor ma'naviy-ma'rifiy maskanlar, muqaddas qadamjolarga sayohati tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ushbu sayohatda akademiyaning professor-o'qituvchilari, talabalari ishtirok etishdi. 70 dan ortiq talabalar bilan Amir Temur maqbarasiga tashrif buyurdik. Talabalarimiz to'g'ridan-to'g'ri ziyorat obyektlarini ko'rib, u yerdan ma'lumot olishyapti. Mutaxassislar ma'lumot berishyapti. Nafaqat mutaxassislar, balki akademiya talabalarini o'zlari ham gidlik qilib, bu yerdagi ziyorat obyektlari to'g'risida ma'lumotlarni berishyapti. Bunday ziyoratlardan ruhlangan talabalarimiz boshqa turli viloyatlarda joylashgan tarixiy obyektlarga ham borishni taklif bilan chiqishyapti. Demak, biz ko'zlangan natijaga erishdik deb hisoblaymiz. Buyuk bobokalonimiz Amir Temur tavalludining 690 yilligi nishonlanayotgan ayni kunlarda akademiya vakillari Samarqand shahrida joylashgan turizm va madaniy meros obyektlaridan biri bo'lgan Amir Temur maqbarasini ziyorat qildilar. Bugun biz kursdoshlarimiz bilan Samarqand shahrida Go'ri Amir maqbarasiga tashrif buyurdik va maxsus gidlar orqali buyuk bobomiz Amir Temur haqida yana ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qadamjolarimizni ziyorat qilish orqali biz bobolarimizni qanchalik buyuk bo'lganligi, qanchalik aqlli siyosat yuritganligiga yana bir bor amin bo'ldik va shu bilan birgalikda qo'shimcha savollarimizga mutaxassislar tomonidan javob oldik. Bu kabi sayohatlarning tashkil etilishi unib kelayotgan yosh avlod qalbida vatanparvarlik, ajdodlar merosiga hurmat ruhini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz.